Mol sotsang aybini aytib sot deydi-yu, aka, shu jentrani egalari xafa bo'lmaysiz, aka, shu kattasidan emas, shu ikkita kichkinasidan bari ustonovga qo'yamiz-ku, ikkita chetiga bitta urib yuboramiz, aka. Baringiz mashina qotish uchun. Baribir shuncha joyda qo'yishyapti-yu, samarangiz bilan. Biz ham ikkita chetiga urib yuborsak nima qildi, aka? Bari ustonovkasiga, rul ustonovkasiga jentran olib qo'yganmiz. Yerlarni shu izolyatsiya qilib beryapmiz. Bu narsani o'zi, misol qaysidir ma'noda bizani majburiyatimiz emas. Shunga qilib berish, lekin o'zimizning ishimiz sifatli, zo'r chiqishi uchun samarangiz tegmasa ham hazil, aka. Lekin ko'rib, shuncha mashina samarangiz urmaysanlar, mani keyin o'rdinglar endi men ham polirovka xizmatiga, Tracker avtomobilini, yo'qda mana Cobalt avtomobil programma xizmatlariga, elektronikning hamma jarayonlarimiz, hamma xizmatlarimiz ishlayapti, aka. Kelaverasiz. Buguncha ishlamiz. Xudo xolasa 10-chi, hop ko'ryaptimi? Fokus yo'qolib qoldi. 10-yanvar, shanba, yakshanba iloji bo'lsa telefon qilib kelsangiz, ishimiz osonroq bitadi. Qaysidir ma'noda, chunki qaysi vaqtga qaysi klient kelishini yozib qo'yamiz. Shuning uchun Nobodoga aka shanba, yakshanba kuniga qolgan payti bemalol kelsangiz, ishingizni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Eshiklarimiz doimo siz uchun ochiq. Salomat bo'ling.